Assalomu alaykum, Kripto TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, sizlar uchun juda zo'r bir yangilik. Yangi kirgan uchun plus yana pul ishlash yo'li. Hammalaringizda King saytida mana shunaqa narsa ochilgan bo'lishi kerak. Adashmasam. Hozir o'zbek tiliga qo'yib olamiz. Bu yerni bosing deyapti, короче. Bu yerda shunaqa vapros ochilgan. Короче, bu vaproslarga javob berib, pul ishlaysizlar bu yerda. Xullas mana bu bir niyatini bosamiz. Bir nima yo'q. Qarangizlar. Bu yerda mana bu o'yinlarda adashmasam kachat qilib olib, bu o'yinlarda o'ynab какой-то o'yinda berish kerak. Hozir men bittasiga bosib ko'raman, nima derkan. Xullas inglizcha yozgan, buni men bilmayman nima degan. Bas. O pastda ham yozilgan ekan, xullas o'zlaringiz o'qib ko'rasizlar, vaqt o'zi 1 minutdan vaqt ketadi. Mana bu yerdan xullas e'tibor bersanglar, metr. Bu o'yin qanaqaligini bilmadim-u, qanchalik uzoqqa yugursam ekan, даже $245 ishlasa bo'lar ekan. Oxirigacha borsangiz $245 ishlar ekansiz. Вообще zo'r ekan-u. Mana bu yerda o'qib ko'rsangizlar, o'zlaringiz tushunib olasizlar. 30 kun mobaynida mana shu oxirigacha borish kerak. Yo'qsa, mana shu 30 kun ichida bora olmasangizlar, ishlagan pulingiz kuyib ketadi. Ya'ni biron so'm bermaydi. Agar bordi-yu 30 kun ichida oxirigacha chiqib borsangiz, hozir tali qilib ko'raychi nima ekan. O'yin boshlanib ketyapti. Oxirigacha borsangiz, uje mana o'yinni kachat qil deyapti. Hozir kachat qilib qo'yaman men. Buni bir paprot qilib ko'raman. Meniki vaqtim yo'q buni paprot o'ynab o'tirishga-yu. Просто так для интерес tekshirib ko'raman. Hozircha emas, keyin. Hozir asosiy bu emas. Endi buni olib ishlasanglar ham bo'lar ekan. Turli xil summada, короче, $176, $264, $200. Вообще katta pul berar ekan-u, lekin uddasidan chiqsangizlar, to'g'risi bilmadim. Qanaqa qilib ishlanadi, olib buni ham tekshirib ko'ramiz. Asosan mana bu ko'rsatib turibdi. 0.01. Boshqalari mana qulf ko'rsatyapti. Ochilgan yo'q. Faqat mana buni ochasiz, undan keyin dальше ikkinchisi ochiladi, shunaqa ketaveradi. Так, значит, qaranglar. 1 2 3 4 ta zadaniya bor ekan. 24 minut deb qo'yibdi, har biri 24 minut vaqtingiz oladimi bilmayman. Bu 1 minut vaqt deyapti. Mana buni ustiga bosamiz. Возраст, yilingiz, xullas любой yoshda qo'yasiz. Xohlang o'zingiz yoshingiz, xohlang любой yoshda. Jinsingizni aniqlaysiz, erkak yoki ayol.
jinsi qanaqa bo'lsa o'zi o'sha jinsni qo'yadi. Va bu yerga какие у вас образование? Какое у вас образование? Средний deb qo'yamiz. Средний qo'yamiz. Bo'lsa ham. Какие ваши положения? Xullas mana buni o'qiysiz. Nima deb savol bergan bo'lsa, mana bu yerda vibra qilasiz. Xullas men o'qimasdan qo'yib ketaman. O'qib o'zlaringiz mana bu yerda polni vibra qilib o'qib qo'yasiz. Student deb qo'yaman nima bo'lsa ham. Xullas bu yerda qancha ishlaysan deb qo'ygan. Endi xohlagan sumangizni qo'yasiz, unchalik важно emas. Какие регионы живете? Sentarni qo'yib xullas hammasini qo'yib kelgandan keyin mana bu yerda indeks pochta. Indeks pochta nima? 6 ta raqam bo'ladi. Misol o'sha yashab turgan joyingizda indeks pochtasini terasiz. Uni qayerdan olasiz? Uni Google dan olasiz. Indeks pochta deb yozsangiz chiqadi. Mana shunaqa 6 talik raqam chiqadi. O'sha kodni kiritasiz. Kiritgandan keyin dalay bosasiz. Mana o'sha menga 0.01 USD xullas dollarda 0.01 sent ishladik. Xullas dalshiga bossak yo'q ekan. Orqaga qaytamiz. Qayergadir kirib ketdi, tushunmayman hozir. Vaprosga. Mana bitta vapros ishlangan, mana bu yerda uje mana shotimizga qo'shilgan. 0.01 shotga qo'shildi. Bitta zadaniya bajarildi. Undan keyin ikkinchi zadaniya chiqadi. Xullas nima deyapti? 2 ni bossak 24 час за 30 дней. Получить наград.
Qayerdir kirib ketdi, tushunmadim. Ay. Xullas bu bittasi bajarilgandan keyin hozir вообще chiqamiz. Ikkinchisi ertaga yoki bajarilarkanmi yoki biron muddatdan keyin ochiladimi? Hozir bir yana qayta kirib ko'ramiz chiqib. Mana ishlagan puli bu yerda ko'rsatib turadi va keyin buni chiqarishni keyin ko'ramiz. Xullas bitta zadaniyani bajardik. Ikkinchisiga уже chiqarmadi. Ikkinchisi ham xullas yangi nima keyinroq bo'lishi mumkin deyapti. Balki bir kundan keyin zadaniya bajarilishi mumkin. Xullas kuzatasizlar dey. Bu o'yinlarni ham o'ynab nima qilsangiz bo'lsa kerak. Xullas video shundan iborat. Pul chiqarishga kelsak, keyin tekshirib ko'ramiz. Hozircha men ham pul chiqarib ko'rganim yo'q. Shunchaki sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Bundan buyoq mana shu yerda ishlab turib, shotingizni yoki shotingizga o'tkazib, bundan keyin o'rin ko'tarsangizlar bo'ladi yoki o'sha yerda просто tak shotga ishlasangizlar ham bo'ladi. Просто tak men sizlarga bir ko'rsatib o'tib ketish uchun video qildim. Pik saytlarda hammasida bor. Hammasida o'shanaqa vaproslar bor. Xo'p do'stlar, video shundan iborat. Ma'qul bo'lsa laykni bosib qo'yinglar va podpisatsiya bo'lmagan odamlar podpisatsiya bo'lib qo'ysin. İşlerinizga omad do'stlar.